Qani, bismillah. Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan men Ziyovuddin Ahmadjonov. Siz YouTube'dagi Ziyouz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, do'stlar, bugun hafta kuniga chorshanba 2026-yil. Xo'p, bugungi chisloyimiz 21-yanvar. 2026-yilning 21-yanvar kuni. Xo'p, do'stlar, biz o'zimizning xonadondamiz. Yana har doimgidek boshqa joydan deyarli video chiqarmayapman. Bozorga borishga vaqt bo'lmayapti. Biz o'sha yana o'zimizning xonadondagi mana shu novvoslar qay tartibda boqilyapti, qay tartibda yemlanyapti, shu haqida video syomka qilib kanalga joylashga harakat qilmoqdamiz. Xo'p, hurmatli do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, to'rtta novvosimiz bor. Hozir bularni mana kechki yemini yeyapti bular hammasi. Hozir bular qanaqangi yem yeyapti, shu haqida yeyotgan jarayonidan video qilishga harakat qilaman. Shuning uchun video qilyapman. Xo'p, har bittasiga, bu novvoslarimiz har bittasiga mana bu tog'orada bu somonni drabilkadan chiqarilgani mana ko'rishingiz mumkin. Shu tog'oramizda ikkitadan tashiladi har bittasiga. Har bittasiga ikkitadan tashagandan keyin hop, mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomonni svet kuyib qolibdi. Ertaga olib kelib o'rnatib qo'yaman, xudo xolasa. Hozir sal molxonamiz qorong'i bu tomoni, chunki svet kuyib qolibdi. Ikkitadan mana somon presdan tashaymiz. Ashtu hozir ko'rsatgan tog'oramizda. Undan keyin mana leka bor. Lekada hop, mana faqirda lekaga suv quyib, bitta lekani shu somonni ustiga quyib chiqamiz, quyib. Ya'ni somonni qo'llab ilgari bilsanglar somonni ters qilib berilardi. Shunga o'xshagan bo'ladi. Keyin uni ustidan mana suluslarimiz bor. Sulus ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta qopi bular 20 kilodan shuni yarmini bo'lamizda, yarmini hammasiga bo'lib berib chiqamiz. Ya'ni 2,5 kilodan to'g'ri keladi adashmasam. Somonning ustiga sulus tashaymiz. Sulus tashagandan keyin mana bu yerda yemni omoqda qilib aralashtirib qo'yganman. Bu yerda kepak, kunjara, makkan uni, ozgina oltin gugurt qo'shilgan. Shu yemdan ko'rib turgan cho'michinada har bittasiga ikkitadan beriladi. Ikkitadan mana ustiga somonni sulusni ustiga mana to'kib chiqqanman. Shu tarzda mana yemni yeydi bular. Ko'ryapsizlar, juda ishtahasi yaxshi hammasini. Og'zini to'ldirib mana yeyapti bular. Novvoslarni shu tarzda boqyapmiz. Hozir tashqaridan o'tib orqasini ham ko'rsatib o'taman. Molxonamiz bu tomonlari mana plyonka bilan bekitilgan. Plyonkadan bu yog'i somon press qilib qo'yilgan. Xullas qishki rejimga o'tkazib qo'yganmiz desak ham bo'laveradi. Shu tarzda yem yeb turibdi bu novvoslarimiz. Novvoslarimizni narxini oldingi videoda aytib o'tgandim. Hozir yana aytib o'tish lozim topdim. Bu novvosimiz 17 million so'mga yetib kelgan Shohidon chorva bozoridan. Bu ikkovsi Qirg'iziston paroda novvoslarimiz. Hop, 18 million so'mdan Shohidon chorva bozoridan yetib kelgan xonadonimizga. U oxiridagi Golshtaynimiz 23 million so'mga yetib kelgan. Avgust oxiri sentyabr boshiga adashmasam. Hop, hayitdan keyin olingan, xullas. Hayit qaysi kuni bo'lgan bo'lsa, o'sha hayitdan keyin olingan edi. Shu novvoslarimiz o'zgargan bo'lsa o'zgaryapti, o'zgarmayotgan bo'lsa o'zgarmayapti deb fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Keyin novvoslarni erkin turishligi uchun hammasini bo'ynidan baylangan. Bo'ynidan baylashligiz yaxshilik tomonlarini aytib o'tadigan bo'lsam, novvoslarni bu shoqidan baylasangiz bu yerda mana bu joyda mana nerv tomirlari o'tgan bo'ladi. Xullas, shoqidan baylasangiz o'sha asabiga tegadi.
yaxshi bo'lmaydi. O'zgarishga zo'r bo'lmaydi. Kimga qanaqa-yu, menga mana shu novvoslarni bo'ynidan baylash yoqadi. Shuni effektini men o'zim mol boqqanlarimda sezganman. Shuning uchun men shuni bo'ynidan bog'layman. Endi bularni bo'yiga keladigan bo'lsak, hozir orqasiga o'tay. Orqasidan yo bismillah. Men yo'qdan o'tar ekanman. Bular qo'rqyapti, mendan qo'rqyapti. Oxirdan o'tib ketaman dedim. Bular qo'rqyapti. Mollarimiz oldida mana обязательный tuz bor. Hammasini oldida tuz. Tuz tursa mollar yalab o'zgarishiga yaxshi effekt, foydasi bor. Novvoslarni ko'rdinglar, oldi tomondan, endi orqa tomonidan o'tib bo'ylari, taxminiy kilolarini aytib o'tishga harakat qilaman. Sizlar ham taxminiy bo'ylari, sizlarni ko'rganingizda chamayni qancha ko'ryapti, kilolarini ham yozib o'tib ketishinglar mumkin. Hozir orqa tomondan o'tib ko'rsataman. Novvoslarning orqa tomonidan mana ko'rinishini ko'rishinglar mumkin. Novvosimiz bu novvosimiz o'zimiz местный poroda novvosimiz. Bo'yini balandligi taxminan 1.25 plus deb hisoblasa bo'laveradi. Kilosini endi taxminiy aytaman. Meni ko'zimga ko'rinayotgan kilosi taxminiy kilosi 300 kilo. Tepasida 350 kilo bo'lishi ham mumkin, bilmayman. Bular ham shunaqa 1.25 plus bo'yi. Taxminiy veslari 350 kiloni atrofida bo'lsa kerak. Taxminiy veslari yana bilmadim kimga qanaqa. Men uniki sal balandroq bo'lsa kerak, mana shu novvosimizniki. Buni bo'yi ham 1.25 plus. Buni vesi lekin og'irroq bo'lsa kerak. 350 kiloni tepasida meni taxminim bo'yicha. Bu Golshtaynni bo'yi 1.55, 1.60 chiqib qolsa kerak. Meni taxminiy fikrim, buni kilosi, живой kilosi taxminiy aytganda где-то bir 400 kiloga yetib qolsa kerak, yana bilmadim. Sizlar ham do'stlar kommentariyada yozib qoldirib o'tib ketishinglar mumkin taxminiy veslarini, kimga qancha ko'rinyapti bo'ylari, veslari. Shu tarzda boqyapmiz. Yana nimani aytib o'tish kerak? Molxonaning tepasidagi uni bakalashkalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu bakalashkalar yozda pashalarni o'ldirishligi uchun qo'yilgan. Buning ichiga kerosin, ya'ni salarga quyib qo'yilgan. Ashna qo'yilsa ancha pasha o'lar ekan. Shunga ashna qo'yib qo'yilgan. Ko'rib o'tishinglar mumkin. Bunaqa bakalashkadan 4 ta qo'yilgan. Molxonamiz narigi tomonidagi sveti kuyib qolibdi. Shu tarzda boqyapmiz. Orqa tomonidan ko'rinishlari novvoslarimizni. Xo'p, narigi tomondagi svet kuyganligi uchun zo'r ko'rinmadi, qorong'i. Tashqari ham mana deyarli qorong'i tushish arafasida. Endi hozir novvoslarni yana oldidan ko'rsatib o'taman. Bir qator shu bilan videorolikka yakun yasasak ham bo'laveradi. Molxonamizni mana bu tomondan ko'rinishi. Mana novvoslarni ko'rishinglar mumkin, baho berishinglar mumkin. Hammasi ishtahasi yaxshi. Yemni yeb, kechki yemini yeb yotibdi, turibdi ano'rog'i. Hammanglarga omad tilaymiz, hammanglarga omad yor bo'lsin. Hammamizning xonadonimizda shunga o'xshagan novvoslardan juda ham ko'p bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Video syomkada kamchilik xatolari bo'lgan bo'lsa, albatta uzr so'rab qo'yamiz. Fikr mulohazalaringlarni kommentariyada yozib qoldirishinglar mumkin. Xudo xolasa yana video rolik chiqarib turaman. Novvoslarimiz yemlashda davom etamiz.
Bularni oxiri yakuniyasida ham albatta video qilamiz. Hozir ungacha mana shu nima yeyapti, nima beryapmiz, o'zgaryapti, o'zgarmayapti qilib video chiqarib turishga albatta harakat qilamiz. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz uy sharoitida oddiy qo'limizdan kelgancha shu tarzda novvoslarni boqyapmiz. Mana sulus, kepak kunjara, makka noni, somonpiris shu tarzda boqyapmiz. Albatta hammanglarga omad yor bo'lsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammamizni xonadonimizda shunga o'xshagan novvoslar juda ham ko'p bo'lishini Allohning o'zidan so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, akalar, ukalar.